Assalomu alaykum, qadrli nemis tili kanali kuzatuvchilari. 8-darsimizda biz ajraladigan va ajralmaydigan ot qo'shimchalarni ko'rib chiqqandik. Gaplarda qo'llanilishi va qanday tuslanishi hozirgi zamonda. O'ylaymanki, darsim sizlarga ma'qul bo'ldi. 9-darsimiz esa kein va nicht inkor olmoshlarining gaplarda qo'llanilishi. Demak, bittadan ikkitadan misol yozib chiqdim. Hammasiga nichtni ishlatilishiga ham, kein inkor olmoshini ishlatilishiga ham. Birinchi bo'lib aytib o'taman, nicht gapni, umumiy gapni inkor qiladi, kein esa otni inkor qiladi. Xo'p, birinchi bo'lib nichtni gapda qo'llanilishini bir ko'rib chiqamiz. Wir übersetzen den Text nicht. Biz matnni tarjima qilmayapmiz. Agar mana shu yerda nicht ishlatilmaganida qanday bo'lardi? O'zbek tilida tarjimasi mana shu gapni. Wir übersetzen den Text. Biz matnni tarjima qilyapmiz. Demak, nicht umumiy gapni inkor qilyapti. Va shu o'rinda sizlarga aytib o'taman bir narsani. Biz shu paytgacha faqat present, hozirgi zamonni ko'rib chiqqandik. O'shaning uchun misollarni ham hozirgi zamonda yozib chiqdim va hozirgi zamondagi gapni inkor qilish uchun nicht har doim gapni oxirida keladi. Ikkinchi misolimiz mein Bruder schreibt mir nicht. Akam menga yozmayapti. Demak, bunda ham nicht gapni oxirida kelyapti va umumiy gapni inkor qilyapti. Keinni ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Hat keine Zeit. Unda vaqt yo'q. Demak, kein otni inkor qiladi va har doim eslab qoling, otni oldidan keladi va xuddi artikellardek turlanadi bir xil. Ich habe keinen Kugelschreiber. Menda ruchka yo'q. Demak, bunda ham kein otni oldidan kelyapti va otni inkor qilyapti. Darsimiz shu, nicht va kein inkor olmoshlari. Siz ham bittadan yoki iloji bo'lsa 10 tadan misollar yozing. Ya'ni bu mavzuni yaxshilab o'zlashtirish uchun. Agar savollaringiz bo'lsa, albatta izohlar qismida yozib qoldiring. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.